Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xonim nomli tarixiy romani. Bu roman Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'g'rida oltildi. Xalifa Ishonning qishig'i chaqqonlik bilan keldi. Beshini yo'lab tuzig'i oldi. Ishon lavlarini tishlab qon tuvaganmi yoki og'zidan qon yonganmi? Javg'iydan qon eqib qolgan edi. Ko'zlarining guni o'chib, chiroyi o'likning chiroyidek sarg'ayib ketgan edi. Pirim, nima bo'ldi, pirim? deb vaqirdi Abdurazzoq xalifa o'rkirib yig'lashdan o'zini oron tutib edi. Ishon titrab turgan lavlarini mediriltib turib, uzib so'zladi. Polo bilan choyga suqum silinganmikin deymi? Qandoq pirim? dedi Abdurazzoq xalifa qattiq vahimaga tushib. Ish bag'rimni bir mudhish qo'l rahimsizlik bilan so'qirga olmoqchi bo'lgandek qattiq mujib og'rib ketib boradi. Taqdiri azalning hukmi bo'yicha bugun mushiyada ajal sharobini ichdiga o'xshay. Qilmoqchi bo'lgan yana nurg'un planlarim bor edi. Endi bularni ro'yobga chiqarmoq Zatul Aqbob murtim bo'lmas xalifa bilan Xo'jizodam Hidoyatulloh Ishonga bog'liq bo'lib qoldi. Ishonning nafsi qisilgan bo'lsa kerak, bir necha daqiqa turib olgandan keyin yana so'zini davom qildi. Vasiyatim shuki, Yor Muhammad boy bizga nazar niyoz qilib bergan yog'durdiki 12 paris xiyarni Hazreti Payg'ambar alayhissalom menga bishorat qilib berishdi. Zaman oxirida murtlarim bilan shu yerdan qo'paman. Meni shu yerga dafn qilgaysizlar. Ishon bir ozdan keyin Abdurazzoq xalifaga sallisini oqtirishni buyurdi. Xalifa sallisining qatidan bir tol teri qopchiqni topdi. Ishon xalifaga qopchig'ini etishni buyurdi. Qopchiqda yogaklik qog'oz bor edi. Qog'ozni ishorat qilib turib, so'zini davomlashtirdi. Muhtaram xalifa, bu aziz farzandim va varisim Hidoyatulloh Ishonning qutbul aqboblik erishatnomasidir. Mahkam saqlab qo'ying. Xazinasi. Oxiratlik ishlarimni tugatib bo'lgandan keyin ahli muxlislarimga Xo'jizodamni so'lik peshvosi qutbul aqbob Ishon deb jakorlig'aysiz. Ya Rabbim, fikr osi bandangning to'g'risini qabul qilib, oson og'riq, oson o'lim bergaysan. Xo'ja Muhammad Yusuf Ishon shundoq deb nido qildi. Salkinib turib, qayqig'andan keyin hattada birni yo'tilib jon uzdi. Shu amon quloq burundan so'z qon keldi. Aslida ashaddiy qisosxo'r Soqiya murtlarining xalifasi Said Muhammad Xo'janing topshirig'i bilan qo'sh gumbazda kutib turib, Xo'ja Muhammad Yusuf Ishonga murt hiylasini ishlatib ishondirib, tomiqiga zahar selib atgan edi. Abdurazzoq xalifa texichida uxlayotgan sufi darvishlarni varqirab uyg'otgandan keyin sirtqa chiqib uy egisini izladi. Ammo hech yerdan topolmadi. Uy egisi hamrolarni agashtirib, olli-burun nalargadir g'oyib bo'lgandek qiladi. Bosh azon vaqti yaqinlashib qolgan edi. Xo'ja Hidoyatulloh Ishon texichilik dadisi Xo'ja Muhammad Yusuf Ishonning qabrisiga beshini qo'yib, buquldab yig'layotdi. Ochiq aslimalar uning yurak bag'rini xun qilib, qalbidagi adovat gulxonlarini texim ulg'aytib atgan edi. O unsiz nido qilmoqda edi. Jannat makon tadrib o'zlik. Mahshargohda xotirjam yotqaysizki, siz ko'p riyozatlarni chekib, ro'yobga chiqarishga ulgurmagan buyuk maqsadlarni men ro'yobga chiqarish olib turmoqdaman. Shahzoda Yo'lbosxon bilan Dahri Sulton Abdullaxon o'ttirsidagi nizo adovat gulxonlarini bo'ldi degicha ulg'aytib, ota bolani bir-biriga dushmanlashtirdi. Ular hozir o'zaro xirs qilishib,
qilich bilishyotdi. Pat yaqinda Yo'lbosxonning ko'makchilik lashkarlari Ostoniga qarab otlanadi. Ostonadagi ashu soqiyachi mulhid qori musulmonlardan siz Padru Buzrukning qisosini elib, qonlarida tugman cho'rgilatmasan, postlarga saman tiqib, putqonlarni kesib, ko'tak qilib atmasam va oqti qilib, nojinslar to'piga ketib atmasam, sizning pushtingiz bo'lmay ketay. Dargohiga boshim qo'yib nola qilsam, ko'z yeshimni oqqo'zubon yoli qilsam, bayoballo kezib ko'zim voli qilsam, do'stlar meni xo'jam bandam degaymiki. Hazrat xonqosidan anglangan bu jarri samo sadosi Hidoyatullo Ishonning xiyol yeplarini o'zib qo'ydi. Ishon qisqali duo qilgandan keyin o'rnidan turib, gumbazning sirtiga chiqdi. Kecha osmoni to'limi suzuk edi. To'lin oy osmon gubizida tanho o'zib yuradi. Hidoyatullo Ishonga to'lin oy kutkil yog'du qabristonligiga nur ziyo to'kayotgandek tuyulib ketdi. Xonqodagi so'fi darvishlar to'xtamay samo selib talqin etayotdi. Qayda borsam yot etib yig'lasam men, xizmatida belim mahkam bog'lasam men. Asirtida yurak bag'rim dog'lasam men, do'stlar meni xo'jam bandam degaymik. Hidoyatullo Ishon bu jarri talqin sadosiga quloq solgach, xonqoga qarab tez-tez menib ketdi. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 3-bob Taxt g'avg'osi. Mushkullarda Sulton Abdullah xonning kayfi to'limi chog' edi. Ordini bir qism osim munofiq amirlardan tozalagandan keyin g'azabi gumonxo'rligi xeyli desilib qolgan edi. Qashqarga mangdirgan ayg'oqchilardan Shahzoda Yo'lbosxonning tenjib qolganligini, boshqa huquqiyona harakatlarda bo'lmay, armida aysh ishrat bilan bazmiga mashg'ul bo'layotganligini anglab, xeyli xotirjam bo'ldi va Allohdan o'g'lining ko'ngliga insof tavfiq tiladi. Orda erkanlarimo atiganlik qubulga kirganda shoyinshin ichida erkin ozoda nafas ola oladigan bo'ldi. Ammo ostondagi jiddiy holat orda erkanlarga bo'libmi lashkariy amirlarga elib berilgan taqib bo'shashtirilmagan edi. Lashkariy amirlar kunda 2 qatim xonga ko'rinish qilib turibdi. Ularning xotin bolalarining ostondan xohlagancha ayrilishi cheklangan edi. Albatta, bu qattiq taqibning elib berilishiga texi yaqindala 2000 kishilik lashkari bilan xotin bola chaqinlarni elib Qashqarga Shahzoda Yo'lbosxonni panohida qechib ketgan Amir Mirza Yusufbek vaqasining sabab bo'lganligi hamma biladi. Barliq cho'ng kichik orda erkanlari dakki-dukki ilkida har bir qadamini avaylab besishyapti. Bugun atiganlik qubuldan keyin Lolizor Ravoqni ko'ngli tortgan Sulton Abdullah xon Turpondan kelgan jiyan qizi Malika Muhtaram xonimni chaqirtib kelishga chaparman avatdi. Malika Muhtaram xonim Lolizor Ravoqqa yetib kelganda Abdullah xon ko'l bo'yidagi shahona supida xiyol surib o'tirdi. O Malikani ko'rib, chiroyiga yaqinlik tabassum yugurdi. Malika beshiga oltin o'tug'at qistirilgan marvoyit do'ppi kiyib olgan bo'lib, 40 tal qilib yurib olgan so'mbul sochlari yelkasiga tushib turardi. Atlas ko'nglik ustidan bog'lab olgan qoshtashi kamiriga Sulton Abdullah xon hadiya qilgan oltin sopliq xanjarni esib olgan edi. Qizning nozik qaddiga mos kelmagan yo'g'on xanjar har bir qadam elishiga moslashib, yengil qo'llanmaydi. Malika osh turqi bilan Sulton Abdullah xonning ko'ziga Lolizor Ravoqning go'zorligida bahramon uchib yurgan rangdor kepinakdek ko'rinib ketdi. "Assalomu alaykum, xonata", dedi Malika xonning uduliga kelib. Ikki qo'lini ko'hriga elib ehtirom bildirdi. "Va alaykum assalom. Keling Malika", dedi xon qizga adalochi mehri bilan qarab. "Keling, qaychimi kelib o'tiring."
kun bo'yi o'rda arkonlarining xushomat, ta'zimlari, sunniy hurmatlari, yosimi hiji ishlari, bir xil yo'sinda takrorlanadigan ziyoda maqtash, ko'kka ko'tarishlardan zerikkan Sulton Abdullohxon kichik bo'lsa-mu o'z so'zlik, erkin fikr qiladigan, xo'sh chaqchaq, yeshiga va jinsiga mos kelmagan holda hokimiyat, saltanat ishlariga alohida ko'ngil bo'lgan bu qizni yoqtirib qolgan edi. Sho'x, chechan, mayli cho'ng, mayli kichik demay, har qanday odamning nuqson, savalliklarini ko'rsatib berib, tanbih beradigan bu qiz xonning bir xil yo'sindagi bo'riqtirma o'rda hayotiga yangi mazmun, yangi ma'no qo'shgan edi. Mana mushchaqcha o'rda arkonlarining hech qaysisi shikarga chiqqanda Sulton Abdullohxon bilan shikar qilish, o'qiya etishda baslashishga betinib boqqan emas. Ammo Malika Muhtaram xonim xon bilan birga shikarga chiqib, o'qiya etishda baslashatdi. Hatto xonni yengib olgan edi. Xon mushtilik qizning marganligiga darhol qo'l qo'ydi. Bu ish xonga bakmi yangi va ko'ngillik tuyuldi. Yengilib yolg'iz bo'la emas. O'zini butkul Saidiya xonligi tavasida shaxmatning piri deb hisoblaydigan xon Malika bilan shaxmat o'ynashda baslashib edi. 10 qadam mangmayla mat bo'ldi. Xoyil bo'lmay, u da 5 qo'l tutishib edi, 3 qo'l yengildi, 2 qo'l tanglashdi. Birer qitimmi bo'lsa-mu qutuqqa erishamagan Abdullohxon shuncha yillardan beri o'rda arkonlari bilan o'ynagan nurg'un shaxmatlarda har qitimda g'olib chiqqanligidan gumonlandi. Ashu xushomat o'rda arkonlarining o'ziga qasdan yengilib berganligiga, o'zini mat qilishga mahorati yetib turibmi jur'at qilolmaganligiga ishondi va o'zining xeli nurg'un ishlarda boshqalardan mutlaq ustun turmaydiganligini tushundi. Navada Malika Muhtaram xonimga yo'liqmagan bo'lsa, o'zini umrining oxirigacha aql, farosat va har qanday ishda har qanday odamdan ustun turman deb hisoblab o'tib ketar ekan. Mana u saxta g'oliblikning xo'shalligidan haqiqiy mag'lubiyatning lazzati ustun turadiganligini, yengilish, noishonch, xiris vahimasida o'ynalgan sinashlarning hayotga boshqacha ma'no, xo'shallik ato qiladiganligini bildi. Şoňlaşqa Sultan Abdullohxon birdam aram topsala Malika Muhtaram xonimni yeniga chaqirtdi. Malikaning xon his qilgan ortiqchiliklari yolg'iz bo'la emas. Xon Malikaning yaqinlik ovozidan Navoiy, Lutfi, Jami, Umar Hayyam, Qidirxon Yakandi, Sakkaki, Mavlana Yusuf, Saidxon, Sultan Abdurishidxon, Momisi muqamshunos shoira Xonish Amanniso xonlarning she'rlarini deklamasiya qildirib anglaydi. Malikaning yumron qo'llarida qumush qalam bilan qog'oz yuziga tushirilgan go'zal husn xatlardan zo'qinlatdi va o'zini qo'liga qumush qalamni elib husn xat mahoratini mashq qildi. Til adabiyot, falakiyot, hisob, ilmiy nujum, lashkariy ilm qatorliq fanlar haqida ko'z qarashlarini sharhlab munoziralashadi. O'qigan kitoblari haqida datalash qilishadi. Malikaning ajdodlarining saltanat tiklash yo'lida elib borgan harbiy yurishlari, urush san'ati, qo'llangan tajribalari haqidagi bayonlari Sulton Abdullohxonni ham hayron qoldirdi, ham qoyil qildi. İkisining lashkariy tadbir, jangnomalar haqidagi munoziralarining ko'pincha oyig'i chiqmaydi. Bundaq chaqda Abdullohxon o'zining sultonligini, qirollik davridan halqıgan cho'p-cho'ngli bir odam bo'lib qolganligini tamoman esdan chiqardi. Bayni bir tantak baliga aylanib qoladi. Bir oz bo'lsa hokimiyat, yurtdochilik g'amidan qutulib, o'zini erkin, ozoda sezadi. Vujudidagi g'am, yuragidagi dard hasratlik yo'qolib, vujudini xo'shallik, ko'ngil ozodichilik egallaydi. Ammo yolg'iz qolgan chog'da mushtumdek bir qizning aql farosatini, ilm kamolini, sadoqatini o'g'illariga, bo'libmi cho'ng o'g'li Shahzoda Yo'lvosxonning aql farosat, ilm kamolat, axloq fazilati bilan selishtirib mayuslanadi, hasratlanadi. Shu sababli Tangri er himmatlik qilib yaratgan bu qizni hargizmi kichik bola qatorida ko'rmaydi. Cho'ng odamlarda ko'rib hurmat qiladi.
qizning balalik qilib erkalashlardan, qo'yilishlaridan huzur oladi. Chin yurkidan chiqarib qaqoqlab kelardi. Kuniga bir vaqt bo'lsa-mu Malika bilan bir dasturxonda o'tirib g'izolanmasa, yegan taomlari og'ziga tetimaydi. Ko'ngli parishon bo'ladi. Xuddi kichik bolaga o'xshash xo'yinlardi. Atrofidagi mahramlariga o'rinsiz azor beradi. Sultan Abdullah xonning bu qilig'idan cho'ng xonish va bir qism amirlar norozi edi. Bir elning xaqoni bo'lgan kishi xonlik so'r haybasini cho'rib tashlab, kichikkina qiz bola bilan do'st bo'lib, o'yin tomoshaga mashg'ul bo'lsa, salofatiga nuqson yetadi. Shahoni shavkiti tövallab ketadi, deb o'dirishadi. Ammo ko'ngillardagi bu xiyollarni xonga aytishga jur'at qilolmaydi. Turpanning noib amiri Said Boboxon, sultonning og'itisi Shamshibonu Malika bo'lsa, qizining Sulton Abdullah xon bilan ziyoda yaqinligidan ko'ngli ham xo'shal, ham yerim edi. Xo'shalligi qizining cho'ng xonning nazariga ilinishib, e'tiborlanayotganligi. Ammo haramdagi xonish oyim Shohbonu Malikalarning torliq qilib, Malika Muhtaram xonimning kaynidan esil zotlarga xos nazokati, Malikalarga xos latofat yo'q deb g'aybat qilishlaridan ko'ngli to'lim yerim bo'ladi. Ammo qizini xon tog'isidan yiroqlashtirishga amalsiz edi. Bugun siz bilan shaxmatda ravurs bir qo'l tutishib baqaydayman qizi, dedi Abdullah. Yiqilgan kelishib to'ymabdi deb yana shaxmat xumorlar tutibdi xonata, dedi Malika Muhtaram xonim velixlab kelib. Bo'pti, bu do'ram sizlar bilan tarizni elib etib o'ynay. Meni bir qo'l yengmagan bo'lib, ko'ngillarni aram topqizdilar. Bilib qo'ying qizim. Xon tog'ingiz azaldan sarkardisi yo'q lashkar bilan jang qilgan emas. Sarkardisi yo'q lashkar bilan jang qilsa, oson yengmog'il bo'ldi emasmi xonata? Bunda qalbining nima ahamiyati? Bu degan o'p-o'chiqlar ojizlarni bo'zak etganlik, nomatlik, hargizmi bahodirlik emas. Raqibining o'zidan qudrat ekanligini bilib turib, urush e'lon qilishchi emsa? Qaramlab deb kuldi Abdullah. "Yo, nodonlik" deb kuldi Malika Muhtaram xonim. "Gohi qaramliqmi g'albiga erishtirdi", dedi Sulton Abdullah xon qoyil bo'lmay. "Kuchli raqibningmi ojizligi yengildigan vaqti bo'ladi." "O'g'o, shundoq. Ammo bunda g'albi nusrat ko'pincha tadbirlik, farosatlik, mahoratlik sarkarlarga mansub bo'ldi emasmi?" dedi Malika e'tiroz bildirdi. "Qaramlarda kuchli raqibning ojizligini bilib olgandek farosat nemish qilsa?" Ular ana shundoq munozirlashib, shahmat urug'ini tizib turishiga Ostona amiri qo'shimcha Ostona muhofizachilar lashkargohining sarkardisi Mirza Boboxbek yetib keldida xonga salom berdi. "Nima ish?" dedi Abdullah xon kayfsizlangan holda qopqini. "Ona hazratimga ma'lum bo'lg'ay. Qashqardan maxfiy ma'lumot keldi. Shahzoda Yo'lvosxon Ostonaga yurish qilish uchun jiddiy tayyorlik ko'ribdi-dak", dedi Mirza Boboxbek jiddiy yo'sinda. "Nima? Shahzoda Ostonaga lashkar tortib kelamdiki?" dedi Abdullah xon cho'chigan holda. U bir oz turib olgandan keyin charlashgan qo'yuq soqollarini tutamlig'icha gapini davomlashtirdi. "Yo hazrat, bu shahzodada insof, tavfiq degan narsalar rostini qolmaganmidi?" Hech kimdan sado chiqmagandan keyin xon Mirza Boboxbekdan so'radi. "Bu xabar ishonchlikmi amir? Yana oldiroqsonlik qilib, ilgirkidek do'stlarni yig'latib, dushmanni kuldirdigan ishlarni qilib yurmayli deyman-a?" "Ma'lumot ishonchlikdir, adolat panohi", dedi Mirza Boboxbek gapni uzibla va yenidagi o'ng qishining ustida bir ilik tortiqi tanbal yigitni ko'rsatib turib, gapini davomlashtirdi. "Bu xabarni mana bu sodiq sarkardalarni Qashqarga berib, o'z og'zi bilan keldi. Xon oliylarining davlatlari mangu ziyoda bo'lg'ay.
saltanati abadil abad ro'naq topqay, dedi yigit Mirza Bobobayning yeb tugishi hamon chaqqonlik bilan lashkariy yasoq bo'yicha yaktizlanib xonga ehtirom bo'ldi. Sultan nazarini yigitga qayta og'dirdi. Beshidan oyog'igacha inchkilik bilan nazar tashildi. Yigitning yoshlik jasorati urg'ib turgan basti sultonning qoyilligini qo'zg'adi. "Ijozat", dedi sulton yigitning ehtiromini qabul qilganligini bildirib va Mirza Bobobaydan so'radi. "Bu bahodir o'g'lim kim bo'ladi, amir?" "Ostona qo'riqchi lashkargohi Mingdagi. O'zi turli jang mahoratlarini pishiq egilagan sarxil shamsharvozlardan. Ismi Sherali Bahodir. Yaqinda Qashqar tarafdan ahvol bilib kelishga ma'murgan edi. Texe boyli ostonaga qaytib kelishi." Sultan ularni shoh supuga chiqib o'tirishga taklif qildi. "Ha, endi Qashqarda ko'rgan angilganlaringni xon oliylariga so'zlab ber", dedi Mirza Bobobek yigitga buyruq qildi. Sherali Bahodir so'zlashga tamshaldi-yu, Malika Muhtaram xonimga qarab taajjub ilkini to'xtab qoldi. "So'zlab Bahodir yigit. Malik uchun lashkariy ishlarni so'z tutmoq behojat", dedi Abdullaxon Sherali Bahodirning ko'ngildagini tushunib. Yigit Qashqardagi Bazmixonda Gulshan bilan ko'rishganini yo'shirgandan boshqa, Gulshanning og'zidan olgan Shahzoda Yo'lbosxonning barliq maxfiyatliklarini va atisi Yo'lbosxonning o'rda mahramlaridan erishgan ma'lumotlarning to'lig'i bilan so'zlab berdi. Hamda Hidoyatullo Ishonning Shahzoda Yo'lbosxonga hamdam bo'lish uchun Ishqiya so'lkadagi muxlislardan bir sufi lashkarlar qo'shini tashkillab qurollantirayotganligini, Ostona, Makit, Maralbeshi, Qog'iliq, To'skam qatorliq yurtlardagi murtlarni harakatlantirish uchun xalifa so'lik mas'ullarini ma'murganliklarini qo'shib qo'ydi. "Shuncha ko'p lashkariy maxfiyatlarni qandoq bilib oldan Bahodir yigit? G'oyibni bilish karomating bormi seni?" dedi Abdullaxon Sherali Bahodirning so'zlariga bir ishonib, bir ishonmadi. Sherali Bahodir o'zini tutib olib, tantirmayli javob berdi. "Oltin kumush, zuvonsizning so'zladigan qibligahi. Mana bu qaramlarning vujudidagi o'zining kuchli raqiblarning ojizligini tutib oladigan katta farosat. Aql bilan tadbir birlashsa, har qanday mushkulotlarni yengilib bo'ladi xonada", dedi Sherali Bahodirning tadbiridan qoyil bo'lgan Malika Muhtaram xonim gap elib va o'zining Bayam Abdullaxon bilan qilgan munozarasida keltirgan dalillarga ishora qilib. Qoyilman", dedi Abdullaxon chiroyiga so'z ko'tga yugurdi. Ishqiya so'lgidigilarning Shahzoda Yo'lbosxonni taxt tortishga quturtayotganligi va bu ish uchun kuch tashkillab hamdam bo'lmoqchi bo'lganini anglab, Abdullaxon ancha taajjublanib ketmadi. Bilqut xazinasininki u ayni yili Xo'ja Muhammad Yusuf Ishonning Qo'sh Gumbaz'dagi o'limidan keyin ishqiyachilarning o'zini soqiyachilarning qanot ostiga oldi. Ularni saltanatning suri bilan qo'g'didi. Hokimiyatni so'lik mazhabdan mustasno tutaman degan va'dasiga amal qilmadi deb og'rinib, adovat tutib kelayotganligini o'qdan biladi. Ammo o'z kuchining aqlsizlik qilib, taxtda o'ltirishga oldirib, o'z otasiga qarshi qilich yalang'ashga tayyorlanayotganligidan ko'ngli xilil aski bo'ldi. Yuragi mo'judi. Ota bola taxt olishib, qilich yalang'ashishibdi degan batnomga qoldiganligini o'ylab, vujudi nomusdan o'rtandi. Shahzoda bunchalik noshukrlik qilmasimi, bu taxt saltanat shuning edi bu. Yaratgan Alloh ekan, qaysi bir gunohlarim uchun menga bu mushkulotlarni, ranju alamlarni ravo ko'rgansan. O'z tilimga chiqqan kuydirgi bo'ldi-ku bu badbaxt shahzoda. Shu topda Sulton Abdullaxon 1639-yili Anduli 8 yoshga kirgan Shahzoda Yo'lbosxonni to'limi yengiltalik bilan Qashqarning noib amiri qilib belgilaganligini
bu narsidi o'smir uchun ot tarbiyasi, mo'lla ustoz ta'limi to'limi zarur mazgili ekanligini ostondan xondan yiroq turgan Qashqar amirlarining shahzodaga adab axloq, ilm mahorat, yurtdorchilik ishlaridan ta'lim bermay, shahzodani turlik o'yin tomosha, bazma, nashoyon ishlarga o'rgatganligini. Shu sababli shahzoda Yo'lbosxonning o'smir chig'ida buzilib, ana ashundoq bad axloq, rahimsiz, nafsoniyatchi, noshukur bo'lib cho'ng bo'lganligini zinhor o'ylamaydi. Mana shu ishlarning sababchisi o'zi ekanligini hargiz xiyoliga keltirmaydi. Shahzodaning payli shu bo'lsa, bizmi tayyorlik ko'rib qo'yaylik, dedi Abdullaxon chiroyiga jiddiy tus berib va har qachon yenidan bir qadam neri ketmaydigan muhrdori qo'shimcha farmonchiga qarab buyruq tushirdi. Farmon. Peshindan keyin barliq o'rda arkonlari huzuri muborakka jam bo'lg'ay. Lashkariy ishlar to'g'riliq mushovarat qilamiz. Lashkariy mushovaratga men qatnashsam bo'lamdi qanotda, dedi Malika Muhtaram xonim chiroyli kiyik ko'zlarini xonga iltijoliq. Albatta bo'ladi, aqlli qiz, dedi Abdullaxon Malikaga ishko'yarlik bilan qarab. Mirza Babog'bek Sulton Abdullaxonning Malika Muhtaram xonimga bergan bu ijozatni ancha yoqtirib ketdi. Ammo boyatdan beri Malikaning shohmoqda qilgan o'rinliq so'zlaridan hayron bo'lib turgan Shar'ali Bahodir Malikaga qoyillik bilan qarab qo'ydi. Anglayotganlar Belqut to'ridan antilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Qashqar. Bugun Shahzoda Yo'lbosxonning noib amirlik o'rda kengashxonasiga muhim qalamdor, alamdor bey sipohlari to'liq yig'ilgan edi. Shahona to'n liboslarni kiygan shahzoda noib amirlik taxtida mag'rur o'tiradi. Taxtga yaqinroq joyga yangidan alohida qo'yilgan maxmal kursida Xo'ja Hidoyatulloh Ishon, dadisi Xo'ja Muhammad Yusuf Ishondan tavarruk qolgan kahravo tasvini tinimsiz siyirganicha o'ziga tamanna qo'ygan holda topsidagi amirlarga ko'zining qo'yruqida qarab qo'yib, shahzoda Yo'lbosxondan bakarak yedib o'tiradi. Shahzodaning amir lashkari Eli Shohbek o'ngi serak, cho'qur yuzlik, qizil soqolliq, gavdali kelgan 45-50 yoshlardagi kishi so'zlayapti. Ostona yurishi tanlangan ikki tuman lashkar bir oylik ozuqtiligi bilan taxt bo'ldi. Ularning bir tumani otliq lashkar, qog'ini piyod lashkar. Uningdan boshqa Qutbul Aqtobi Ishon Farbuzurikning mushritlaridan tashkillangan so'pi lashkarlarning sonimi tumandan oshqanligi aniqlandi. Ularni mashqavullab qurollantirib, puxta mashq qildirib chiqdi va bir oy yakkadak ozuq tuliki g'amlandi. Hozir shahzoda oliylarining farmonligiga qarashli qoldik. Shahzoda Yo'lbosxon rozimanlik bilan beshini g'ingshitib qo'yib, nazarini Xo'ja Hidoyatulloh Ishonga yo'tkadi. Janobi Perbuzurkvarimiz qutlug' bir kunni belgilab bersa, ondan farmon berganmiz. Vaqtni kaynik surishga bo'lmaydi, dedi Hidoyatulloh Ishon takallufsizda. Garchi Ishonning shu toptila shahzodani ostonaga yurish qilishga da'vat qilmasa, ostonaga bostirib borgancha ashaddiy raqibi ishoqiyatlardan otiq qisosini olsa, ularni qirchab qilib qonlarida tuguman cho'g'irlatkisi kelib tursin. Ishki tuyg'usini zo'rig'i besib olib, o'ziga qasdanga sirliq tus berib oldirmaysiz. Ammo ziyoda aldirasanliqmi pushaymon keltirgisidir. Bugun kecha Jannat makon mazar podshohi Fadru Buzrukning maqbarasida itikofda o'tirib, avliyo mashoyixlar bilan muloqotda bo'lg'ayman va sajjodanishin Karamatulloh kotibin Babam Pir Buzruk Maxtum Azam hazratlarining botini olamdan bergan rahnoma bishoratlari bo'yicha xosiyatli bir kunni tanlag'ayman. Uningcha muddao maqsadlarimiz qat'iy xufiyan tutilg'ayki, ostondagi qori musulmon mulhidlar bexabar holatda g'aflat uyqusini uxlag'ay. Alloh taolo shahzoda oliylarining nusrat ta'laylarini mangu o'ng qilg'ay. Iloho amin.
Hidoyatullo ishonga ergishib, barliq amirlar qo'llarini duoga ko'tardi. Afsuski, ishonning lavlarini mediriltib qilayotgan duosi Allohu akbarga bormay turibla saroyga paloqlab kirgan o'daychi xazinasi yetkazdi. Ma'lum bo'g'ay, ordu farmonchisi xon yorlig'iga keldi. O'daychining gapi oxirlashib bo'lguncha saroyga ikki qo'riqchisining hamrohligida ijozatsizlik kirib kelgan ordu farmonchisi nafs ishlangan shohona qopchiqini o'ng qo'lida beshidan egiz ko'targanicha Udul shahzoda Yo'lbosxonning oldiga kelib to'xtadi. Farmoni oli deb jaranglik ovozda to'ldi. Tuyuqsiz yuz bergan bu ishdan shahzoda Yo'lbosxonmi texi boshlagan duosini oxirlashtirishga ulgurmagan Hidoyatullo ishon va boshqa amirlarmi olli-qollarini egiz ko'tarishguncha qetibli qarashdi. Farmonchibek yana bir qatim surhayi bilan to'ldi. Farmoni oli, Qashqarning noib amiri shahzoda Yo'lbosxon yorliqni topshirib olgan. Necha vaqtdan beri Hidoyatullo ishonning da'vat va rag'batlari natijasida qop yuraklik bilan dozisiz sulton Abdulloh xonga boyqut qilib, o'zini xonu xaqon deb jakarlab, terisiga sig'may qolgan shahzoda Yo'lbosxon mana endi haqiqiy saltanatning surhayvisidan cho'chib esiga keldi. Ixtiyorsiz o'rnidan dast turib, Farmonchibekning oldiga kelib, beshini tuvan sog'incha qo'l bog'lab turdi. Shahzodaga egishib, boshqa amirlarmi durrida o'rnidan turdi. Qatori ikki saf bo'lib tizilib, qo'l bog'lashdi. Hidoyatullo ishonmi duosini chalib etib tashlab qo'yib, shoh sutidan tuvanga tushib, qo'l bog'lab turishga majbur bo'ldi. Farmonchibek shahona qopchiqdan bir yugam yeshil rangli qog'ozni avaylab oldi. Ovozini vaznlik bilan doni-doni chiqarib, xon yorlig'ini o'qishga boshladi. Yorliq, nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Menki buyuk Saidiya saltanatining xoqoni sulton Abdulloh xon shundoq yorliq qilamanki, farzandim shahzoda Yo'lbosxon mulki Qashqar diyorini suyurg'al qilib berib, ushbu Ududning noib amirligi tayinlagan hamda uni vali ahdi qilib tanlagan edi. Hala bugungi kunda farzandim bo'lmish o'g'il shahzoda o'z nisbisiga shukr qanoat qilmay, yomonlarga yon tayoq bo'lib, saltanatimizning yo'shurun ag'yorlari bilan til beriktirib, yaxshi yomonni ayirmay, Qashqar fuqarolariga ko'p zulmlarni soldilar. Ra'iyatni chidab bo'g'isiz azoblarga duchor qildilar. Va yana bizlar kim padari bo'zurik xoqonga boyqut qilib, xutbini o'z nomiga o'qitib, kechirgisiz gunohi kabir sodir qildilar. Qashqar hududligidagi ra'iyatning ko'nglini amin topqizish, buyuk saltanatimizning shonu shavkatini qo'g'dash bahosidan shahzodaning Qashqar diyorining naib amirlik Saidiya saltanatining vali ahdilik martabalarini elib tashlash, shahzodaligini saqlab qilib, o'rniga qaytirib kelish xususida ushbu yorliq tushirildi. Yorliq tamom, vassalom. Farmonchibek yorliqni o'qib bo'lib, avaylab shahona qopchiqqa soldi. Chiroyi tatirib, chip-chip tarlab ketgan shahzoda Yo'lbosxonga hurmat bilan qo'sh qo'llab tamladi. Az xushini yo'qitib, nima qilarini bilmay qolgan shahzoda Yo'lbosxon yog'ochdek qetib qolgan bo'lib, Farmonchibekning qo'lidagi xon yorlig'ini elishni esdan chiqargan edi. Yorliqni topshirib olg'aylar shahzoda, dedi Farmonchibek ovozini o'ligarak tutib. Yo'lbosxon cho'chib beshini ko'tardi. Yorliqni qo'sh qo'llab oldi. Shu daqiqada uning kallasi qop-qora edi. O'zining nima bo'lganligini, nima qilayotganligini bilmaydi. Yorliq o'qilishga boshlaganda xuddi chayon chiqib olgandek bir izda so'ramay qolgan xo'ja Hidoyatullo ishon payposlab shahzodaning qishig'iga keldi. Shahzodaning gavdasini mehribonlik bilan quchoqlab turib, tumshug'ini qo'liga yaqin akilib, xuddi sehriy afsun o'qiyotgandek pichirladi. Pichirlag'ich shahzodaning qo'ltig'idan yo'lab opirib, taxtda o'ltirg'izdi. O'ltirg'izitibmi pichirlashni to'xtatmadi. Bu holat shundoqli qarg'an kishiga ishon go'yo ig'ir kasalga mubtalo bo'lib qolgan shahzodaga oyat o'qib, dam selayotgandek tuyg'u beradi. Mana asta-asta mo'jiza yuz berdi.
Yo'lbosxonning tatargan chiroyiga bir dilli qon yugurdi. Tugilib, so'lishib ketgan qaddi qaytadan rustlandi. Ojiz tizildab qolgan ko'zlari avval ruh chaqnadi. Keyin dahshatlik charchaydi. Chiroyidagi parishonlikning o'rniga surhayva, takabburlik almashdi. G'oyibdan bir kuch madar beg'ishlagandek chacharab o'rnidan turdi. Qo'ldagi xon yorlig'i silingan shahoni qopchiqni yerga g'azab bilan otdi. Adabsizlik qilmasla shahzoda. O degan qabligohimizning shahoni yorlig'i, dedi Farmonchibek shahzodaning bu qilig'iga chidab turolmay. Nima dedim? Sen bana tanbih berdek kim shuncha? Dedi shahzoda g'azab bilan o'kirib. Ay, qaysinglar ba? Tutunglar buni badbaxtni. Shu hamon sirtdan bir to'p nökarlar etilib kirdi. Farmonchibek bilan ikki qo'riqchining qo'llarini qayirib yerga bosdi. "Ma, darhol ostoniga qaytib, xon otamga ma'lum qil. Men o'zimni allaqachon xon deb jakarlab bo'lganman. Xon otamning har qanday yorliq farmonlarini e'tirof qilmayman. Chiroyliqcha taxtda men o'tinib basi. Onda qilmaydi ekan, lashkarlarim bilan majburiy tortib olaman," dedi Yo'lbosxon hayajonlangan holda qo'llarini shiltib sildi. "Kelinglar. Buni farmonchining to'n sarpoyillarini tamomiy soldirib etib, shahar sepilning sirtigacha qo'g'lab chiqaringlar." Nökarlar Farmonchibek bilan ikki qo'riqchini sirtga so'riguncha chiqib ketdi. Shahzoda Yo'lbosxonning yanida gediyib turgan xo'ja Hidoyatullo ishon rozimanlik bilan chiroyiga so'z kulki yugurdi. Anglayotganlar Bilqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Tun miski. Qora libosga purkangan Nemitning seyi to'limi so'rlib ko'rinardi. Mag'rib tarafdagi kuyuk tog' bilan mashriq tarafdagi yurt mahalla o'tirsidagi kangri ketgan toqir sayliqni Saidiya xonligining Qashqarga jazo yurishiga mang'an xon lashkarlari to'liq egillagan bo'lib, doq yerni selincha ko'k osmonni yepinchi qilib, xuddi soyning teshidek yetishqinicha shirin uyquga ketishgan edi. Har 50 qadam oraliqda birdan qo'yilgan qorovullarning uyqusirab, ezilib asnashlari kech timtosligini buzib turardi. Uyqusini qochirish uchun 4-5 qadam doira ichida to'xtamay menib, mildirlashlarni tun qorong'usida xira-shira ilg'i qilg'il bo'ladi. Tomuz oylaridagi quyosh ta'tida kunduzi to'nudek qizirib ketgan bu soy mana hozir tog' tarafdan askan g'ur-g'ur shamolda obdonli sovib qolgan bo'lib, odamga boshqacha bir huzur beg'ishlaydi. Egizarak bir dönge joylashgan Yotishbek chidirdan 10 necha lashkarni agashtirib chiqqan Yotishbegi uxlayotgan lashkarlarni uyg'otmaslik uchun yengil qadam elishgunicha qorovullarning uxlab qolgan qolmaganligini, o'z o'rnida bor yo'qligini tekshirib chiqqan edi. Yotishbeshining yiqilib kelganini ko'rgan qorovullar jiddiy ahvol ko'rilsa uxlayotgan lashkarlarni uyg'otadigan mis tebilbozni qo'liga olib, lashkari yasodoq bo'yicha jiddiy yo'sinda varqiradi. "O'ran! 5 nimiti," dedi Yotishbegi qorovullarga bugungi kechilik paravulni aytib berdi. Qorovul xotirjam bo'lgan holda charlig'ishlarni o'tkazib o'tdi. Sharqi ufqning asta-asta suzilishiga ergishib, jarangliq azon ovozi butkul soyni larziga keltirdi. Lashkarlar uxlayotgan o'rnidan buyruqsizlar chabdaslik bilan turishdi. Dalda joyga o'tib, tarat sindirib bo'lib, tayammum qilishga boshladi va har qaysi qismlar o'zlarining imomlarining kayniga saf bo'lib tizilib, qadliga yuzlanganicha bomdod namozini o'tashga kirishdi. Uzoq o'tmay lashkarlarga noshtalık tayyorlash uchun o't yiqilgan, yuzlagan o'choqlardan ko'tarilgan ko'kish iz butkul soyni qopladi. Bomdod namozini o'tab bo'lgan lashkarlarning so'zlashayotgan, kulishayotgan, chaqchaqlashib varqirashgan ovozlari hamma yerda anglanishga boshladi.
100 nafar xos nökerining qattiq muhofizatida to'limi sirli ko'rinadigan bargohi olining to'rt tarafidagi o'tqashdek kelinning ustiga selingan ta'tilla ko'rpa ustida Amir Kabir Hinduqush Mirza salofat bilan o'tiradi. Choch soqollari ushdak oqargan. 70 yoshlardan oshgan bu peshqadam sarkarda yoshinib qolgani qaramay Sultan Abdullah xonning farmoniga binoan Qashqarga jazo yurish qiluvchi qo'shinni boshlab chiqqan edi. Uning ashu sirlik turqidan texnichilik kuch va jasoratidan qolmaganligi chiqib turadi. Chedirning o'tirsiq sezingan kimxob dasturxonning o'ng so'l tarafidagi ko'rpalarda Ilg'or, Javong'or, Darang'or, Yazak, Hazar va yotish qo'shinining sarkarjilari o'rin ilishgan bo'lib, noshta qilishqoch lashkariy ishda to'g'riliq kengash qilishyapti. Ayg'oqchilarning kech xabar kelishicha deb so'zlayotdi Yazak qo'shinining sarkarjisi Shar'ali Bahodir. O Sultan Abdullah xonning ishonchiga erishib, bu qitimqi jazo yurishida Yazak qo'shinining sarkarjiligi ko'tarilgan edi. Shahzoda Yo'lbosxonning 2 tuman kishilik Osiy qo'shini Ali Shohbek, Ali Qulbek qatorliq aka-uka amirlarning Amrul Umroligida yo'lga chiqib, tunugun Yangsaga yetib ketdi. Bugun ular bilan ro'baro kelgan o'xshaymiz. Shahzoda lashkarlarining soni xato emas-da sarkarda, deb so'radi Hinduqush Mirza yana qaytalab. Yo'qsa, hargiz xato emas, javob berdi Shar'ali Bahodir. Ularning kaynida Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning Molla Soqi, Molla Nafi ismli xalifalarning boshchiligidagi tuman kishilik hamdamchi sufi lashkarlarim bor o'xshaydi. Hamdamchi sufi lashkarlarning xavri Hinduqush Mirzaning diqqatini ancha tortmadi. Chunki ömrida nurg'un lashkariy yurishlarga qatnashgan. Ne dahshatlik janglarga qo'mondonlik qilgan bu peshqadam sarkarda tuzuk lashkariy mashq, jang ta'limi ko'rmagan oddiy xalqdan tashkillangan qo'shinning shiddatli janglarda hech qancha roli bo'lmaydiganligini, muntazam ta'lim ko'rgan lashkarlarda bahodirlik ko'rsatmaydiganligini, birli shiddatli hujum uchirsa o'zligidilla hiyri-piran bo'lib ketadiganligini, qilchimi moslashchanligining yo'qligini obdan biladi. O dasturxondagi nashliqlarni bir yonga surib qo'yib, bekorlangan dasturxonga nafs ishlangan teri xaritini yoydi. Xaritiga bir hazo qarab chiqqandan keyin beshini ko'tarib, o'ziga qarab turgan sarkarlarga so'zladi. Biz bugun Osiy lashkarlar bilan eng kechikandimi Qizilning o tarafidagi sayda uchirishdiga o'xshaymiz. Hinduqush Mirza Shar'ali Bahodirga qarab so'zini davomlashtirdi. Sarkarda, siz hozirla Yazak qo'shinini boshlab yo'lga chiqing. Qizilning o tarafidagi sayda bir yaqin bor. Siz lashkarlaringiz bilan to'xtamasdan ilgirlab, ashu yaqinning bo'yiga qarorgoh qo'ying. Giyohsiz, suvsiz u tog'ir sayda bu yaqin biz uchun intayin muhim. Bu qitimqi jangda nusrat qozonish qozonmasligimiz ashu yaqinga bog'liq. Navoda Osiy qo'shin bizdan burun u yaqinni egilib olsa, lashkarlarimiz har qachon bahodir bo'lsa-mu, usuzlikdan qirilib ketadi. Navoda yaqinni yovga tatqizib qo'ysangiz, kallingiz bilan javob qilasiz. Farmon bardorman, dedi Shar'ali Bahodir dars o'rnidan turib. Eliqi g'alvaxo'r malika o'rnidan turmadimi deqicha? So'rdi Hinduqush Mirza mengishga tamshalgan Shar'ali Bahodirni to'xtatdi. Bandatdan keyin navkarlarini agashtirib, ot choptirib chiqib ketgan. Hozir nashti qilyotgan ekan ehtimoli, dedi Shar'ali Bahodir. O bugun siz bilan birga yo'lga chiqsa bo'lmaydi. Uni darhol mening qishimga avat eting. Gapingizga kirmasa, Amir Kabir majburiy ostoniga avat etaman deydi deb qo'rqitib qo'ying. Kim u atiganda g'ayratini qilayotgan? Hinduqush Mirzaning gapi oxirlashib bo'g'icha Maliki Muhtaram xonim shundoq deginicha bargohi oliyga kirib keldi. "Voy, keling g'alvaxo'r malikam, baya sizning gapingizni qilib turatdik", dedi Hinduqush Mirza chiroyiga kulki yugurdi. "Nashti qildingizmi, qizi?" "Nashti qilib bo'ldim", dedi dobulg'i sovut kiyib olgan Malika Muhtaram xonim Amir Kabir Hinduqush Mirzaning qishig'iga kelib o'ltirib va erkilab so'zladi. O'zlari texnichilar xuddi mehmondorchilikda o'tirgandek o'ltiriblar. Amir Kabir ota,
Undaq lappaslık qilsaq, oliy qo'shin bilan bugunni tutchamaydigan o'xshaymiz. Aldırma Malika, dedi Hindukush Mirza Malika bilan chaqishib. Rasmiy jang bo'lganda qo'rqiningizdan potli maqingizni eqitib, menga avorchilik deb bersangiz bo'ladi, taxi. Bu gapni anglab o'tirganlar qaqaqlab kulishib ketdi. Vaqti kelganda ko'rila, Amir Kabir ata, dedi Malika xotirjamlik bilan. Malika Muhtaram xonim Sultan Abdullah xondan Qashqarga qildigan jazo yurishga qatnashishni qattiq talab qilib turganlikdan xon noiloj holda Shamshibonu Malikaning ma'qulligidan o'tkazib ijozat bergan edi. Hindukush Mirza bo'lsa Malika Muhtaram xonimning bir necha qitimliq shikarda Abdullah xon bilan o'qiya etishda baslashganligini va shahmat o'ynab xonni matqib qo'yganini o'z ko'zi bilan ko'rganligi uchun shundaqla bir necha qitim Abdullah xon Malika Muhtaram xonimlar bilan birlikda lashkariy ilm, jang tadbirlari, qadimki jangnomalar haqida munozaralashib, Malikaning o'tkir, qoyil qilarlik mulohizalariga qoyil bo'lganligi uchun xonning Qashqarga jazo yurishiga Malikani billi elib berish farmoniga shartsizlik qo'shilgan edi. Ammo Malika yo'lga chiqibla ha deganda Hindukush Mirza bilan ilg'or qo'shinni menishni xohlamay, osti mansam ichim pushib ketadigan deb yazak qo'shiniga qaytilib olgan edi. Shunglashqa Shir Ali Bahodirga jekilib topshirgan va G'alvaxo'r Malika deb laqab qo'yib qo'ygan edi. Malika, oldingizga mang'ingiz bormi yoki orqangizga yong'ingiz bormi? So'radi Hindukush Mirza Malikaga qarab rasmiy yuzda. Qandoq deyla Amir Kabir ata? Dedi Malika Muhtaram xonim tomtoqli so'ralgan bu savoldan hech nima tushunmay. Buyruqimga bo'ysunib, ilg'or qo'shinda men bilan birga mengishga ma'qul bo'lsangiz, davomli oldingizga mang'alaysiz. Yana bosh-boshliqlik qilaman desangiz, majburiy ostonaga qaytirib o'taman-da. Orqangizga mang'asiz. Dedi Hindukush Mirza tushuntirib. Bundoq qilish qo'limdan keladi, Malika. Bo'pti, undoq bo'lsa oldimga mang'ay, dedi Malika Muhtaram xonim viliqqidi kelib. Malikaning javobini anglab Shir Ali Bahodir bargohi oliydan chiqib ketdi. Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod xonim nomli tarixiy romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinesidagi bebaho go'rlar. Karton ilipi, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq rasmiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni bil butun bil. Beliqut xazinesi